Bugungi kunda giyohvandlik va narkojinoyatlar jamiyat taraqqiyotiga tahdid solayotgan dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu illatning oldini olish, ayniqsa yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan tegishli farmon qabul qilingan. Farmon ijrosi doirasida joylarda targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Urganch shahrida bo'lib o'tdi. Tadbirga maktab o'quvchilari va o'qituvchilar taklif etildi. Unda mutaxassislar tomonidan narkotik vositalarning inson organizmiga ko'rsatadigan zararli ta'siri, ularning ruhiy va jismoniy holatini izdan chiqarishi, shuningdek, narkojinoyatlarning boshqa turdagi jinoyatlarga zamin yaratishi misollar asosida tushuntirib berildi. Shuningdek, uchrashuvda narkojinoyatlarning oldini olish borasida olib borilayotgan profilaktik ishlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va jamoatchilik hamkorligini kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Aholining, ayniqsa yoshlarning huquqiy bilimini oshirish, ularni turli salbiy ta'sirlardan himoyalashda oilaning, mahalla va ta'lim muassasalarining o'rni muhim ekani qayd etildi. Maktabimizda bu kabi tadbirlar tez-tez o'tkazilib turiladi. O'quvchilar o'rtasida huquqiy savodxonlikni oshirish, huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir yig'ilishlar, suhbatlar olib boriladi. Lekin bugungi tadbir aynan soha mutaxassislari ishtirokida bo'lganligi o'quvchilarga yanada aniq ma'lumotlarni, dalil faktlarni, davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlovchi huquqiy asos bo'lgan hujjatlar haqidagi ma'lumotlarni berish bilan ayniqsa o'ziga xos ahamiyat kasb etdi. Shu bilan birga yoshlarni sog'lom turmush tarziga keng jalb etish, sport va madaniy tadbirlar orqali ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, shuningdek giyohvandlikka qarshi targ'ibot ishlarini tizimli ravishda olib borish zarurligi ta'kidlandi. Tadbir yakunida giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish har bir fuqaroning burchi ekani, bu borada befarq bo'lmaslik va hamjihatlikda harakat qilish muhimligi qayd etildi.